Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun yana bir kuxunli yemeğimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda xalatinlik joyi. Mana trenddagi oynalarimiz. Alyuminiy. Podsvetkasi bilan pastida stiralkaga joy tayinlangan. Bu yerda pianino mo'ykamiz. Hali ulanmagan. İkinci ramkamız. Vichka ve albatta gaz plita. Tortmalarımız gaz plitaga joylashtirilgan. Bu yoqda duv kontur joylashtirganmiz. Ekonomik klassda yasalgan bu mebellarimiz. Materiallarga kelsak, egir mahsulotidan yasalgan. Agar kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, marhamat murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh qo'lda kelgancha harakat qilib yasab berishga harakat qilamiz.